Hurmatli prezident, avvalambor ruxsat bersangiz, butun surxondaryolik fermerlar, dehqonlar, butun jamoatchilik nomidan sizga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli prezident, bugungi mana shu paxtada erishilgan natijalar hammasini o'zingiz qattiq tizim qilib berganingiz, mablag'larni ajratib berdingiz, mineral o'g'itni ham, yoqilg'ini ham arzon qilib berdingiz. Birgina shuning o'zidan Surxondaryo fermerlar foydasiga 45 milliard so'm daromad kirdi. Mana shu 15% arzon bo'lgan hisobda. Hurmatli prezident, mana ilm olib kirdingiz, paxtachilikka yangiliklarni olib keltirib berdingiz. Biz Surxondaryoda 82% ga deyarli mana shu 76 sxemada bu yil paxta yetishtirdik. Bu o'zini samarasini berdi, hurmatli prezident. 5 ta tumanimiz o'rtacha 50 sentnerdan ko'p hosil berdi. Viloyatimiz bugun paxtada 45 sentnerdan oshiq hosil berdik. 16 ming gektarga Xitoy urug'ini ekdik. Bu 70-80 sentnerdan qarib hosil berdi, hurmatli prezident. Bizlar hozir hisob-kitob qildik. Qarib hozirgacha xomchut 2 trilliondan oshyapti daromad. Hurmatli prezident, mana siz bugun paxtachilikda manfaatdorlikni tizim qilib bergansiz. O'zi yetishtirgan, o'zi mablag' bergan klasterlarga 10% gacha ustama pul to'lab beryapsiz. Ikkita klasterimiz to'liq o'z mablag'idan 4 ta tumandagi paxtani yetishtiryapti. Ularga 50 milliarddan oshiq daromad ko'ryapti. Birgina mana shu siz yaratib bergan tizim asosida. Surxondaryo 2 yildan burin yuqori darajaga erishyapti. 45 sentner juda katta yutuq Surxondaryo uchun. Shuning uchun yana bir marta tabriklab, Surxondaryo xalqini, dehqonlarini, fermerlarni, klasterlarga men nomidan rahmat deb qo'ygan. Bular katta rahmat, hurmatli prezident, katta rahmat. Hurmatli prezident, islohotlar shtabini tashkil qilganingizda biz uncha tushunmagan edik. Bugun siz topshirig'ingiz bilan administratsiya xodimlari, vazirlik idoralar haftasiga 2 kun viloyatimizda bo'lyapti. Har bir topshirig'ingizni yozib oldim. Juda katta tizim qilib bergansiz, hurmatli prezident. Surxondaryoda 4300 ta yettilik faoliyat ko'rsatyapti. Mana Denov misolida boyaga o'zingiz yuqorida mavzuda aytib o'tib ketdingiz. 98 ta mahalla bor ekan, hurmatli prezident. Denov shahar markazi 9 ta shaharcha. Denov shaharida o'zida 18 ta mahalla, qariyb 250 mingga yaqin aholi yashaydi. 98 ta mahallaga hokim ham, boshqa mas'ullar ham yetib borishida juda katta qiyinchiliklarga duch kelishi ko'rinib qoldi va o'rta bo'g'imga ehtiyoj borligi sezildi va mana shu islohotlar shtab orqali sizga takliflar kiritdik, hurmatli prezident. Denov shaharida 18 ta faoliyatini muvofiqlashtirish uchun Denov shahar ma'muriyati va bugun 9 ta shaharchalarda bitta markaziy mahallasida shaharcha fuqarolar yig'inlarini tashkil etish, har biri bir-biriga yaqin bo'lgan qishloq mahallalardan 3 tadan 6 tagacha bitta markaziy mahalla maqomini berish bo'yicha taklif kiritdik, hurmatli prezident. Hozir jami bo'lib 25 ta bo'lar ekan. Umuman yetib borish qiyin bo'lgan mahallalar ham faoliyatini biz hozir qo'ygan talabni bemalol bajartirsak bo'ladi, hurmatli prezident. Agar yettilikda ishlatsak, hurmatli prezident, hokimlarning ancha qo'li yumshayadi. Juda ham katta zo'r tizim qilib bergansiz. Hozir juda ham katta qulaylik yaratib berdingiz. Mana islohot shtabi bilan birga buni so'zsiz ijrosini ta'minlaymiz, hurmatli prezident.